Shukur Xolmirzayevning Ot egasi nomli hikoyasi. Inotning 3 boyligi bor edi. Biri soy bo'yida joylashgan Serdaraxt qishlog'i. Qishloq chetida bosmachilar bilan urushda halok bo'lgan otasining qabri do'ppayib turar. Inot goho uni ziyorat qilgani borardi. Ikkinchi boyligi qishloq o'rtasidagi tepada o'rnashgan 2 xonali maktabi edi. Bu maktabga tog'ning olis burchaklaridan otli, eshakli bo'lib o'quvchilar qatnar. Hammasining yagona muallimi shu Inot edi. Uning 3-boyligi Qorabayir oti edi. Bu otning olis avlodi muallimning otasiga ham vaqtida xizmat qilgan. Uni ko'p jangu jadallardan omon olib o'tgan edi. Lekin Inotning qo'lidagi ushbu Qorabayir ham unga sodiq xizmatini o'tardi. 2 bor anovi soyni sel suvi bosganda egasini olib chiqqan. 4 yildan buyon ko'pkarida uloqni muttasil shu ayirib chiqar. Yana uning bir xislati quyidagicha edi. Uzoq yili Inotning bor yo'q 2 farzandi beda solingan bostirmaga tuynukdan kirib gugurt o'ynaydi. Bedaga o't ketadi. Ularning qiy-chuvini eshitgan onalari borib eshikni ochmoqchi bo'ladi. Biroq eshik qulf. U ham jonsarak holatda tuynukdan o'zini ichkariga tashlaydi. Bolalarini topadi. Biroq tutun va olov bosgan xonada kirgan tuynukni topolmaydi. Alangani ko'rib yayov chopib kelgan Inot xotin bola chaqasining allaqachon sob bo'lganini ko'radi. So'ng ularni otasi yotgan qabristonga ko'mib, chorbog'da yolg'iz qoladi. U ruhan va jisman harchand kuchli bo'lmasin, g'am uni eza boshlaydi. Qishlog'i maktabidan ham ko'ngli sovib boradi. Nochorlikdan Qorabayirni minib toqqa ketadi. Cho'ponlar ovulida sang'ib, marhum otasining jang qilgan yerlarini ko'radi. Zumradqorli cho'qqilar ostidan o'tib, yashil o'tloqlarda tunaydi va o'zi sezmagan holda ko'ngli ko'tarilib, dardi pasayib qishloqqa qaytadi. Shundan keyin darsdan bo'sh kunlarda Qorabayirda sayr qilish unga odat bo'lib qoladi. Oylar o'tib, yigit qalbidagi yara bitgandek bo'ladi. Qishlog'i va maktabiga bo'lgan mehri yana jo'sh uradi. U azalgi ahvoliga qaytganday his etadi o'zini. Maktab 2 xonadan iborat bo'lib, biri dahliz, biri sinfxona. Ana shu sinfxonada 7 yashar bolakay ham, 12 yashar yigitcha ham yonma-yon o'tirib o'qishadi. Ularning har biri har xil sinf o'quvchisi bo'lgan holda bir sinfda o'tirib saboq olishlari bir-biriga xalaqit bermaydi. Chunki bu atrofda bundan o'zga maktab yo'q. Shu yerga qatnab imkoni boricha ilm oladilar. Inotning o'zi vaqtida 10 sinfni bitirgandi xolos. Qolaversa, ular o'qituvchilarini sevadi. Bu bir qadar xo'mraygan o'g'ir karvon va allanechuk odam ovi yigitni hurmat qilishadi. Inot bo'sh soatlarda va mehnat darslarida Qorabayir otini maktab qoshidagi maydonga keltirib, o'quvchilarga arg'imchoqda yurishni ham o'rgatadi. Miltiq otishni ham ko'rsatadi. Goho soy suvini band qilib, bolalar bilan baliq ham tutadi. Bir kecha Inot maktabdan chorvoq qorovuli bilan yayov qaytib kelarkan, qorovul Bo'riboy, eshitdingizmi? Shaxsiy ot saqlash man bo'libdi. Qaror chiqibdi. Bir milisa kecha bizning yonimizdagi yurtdan bir cho'ponning otini haydab ketdi, dedi. Inotning ko'ngli xira bo'ldi. Yangilik-ku, lekin men otimni bermayman, dedi. Darhaqiqat, bu tog'yon bag'irlari qarashli bo'lgan rayondagi partiya komiteti nega o'zimiz tog'lik bo'lib qimiz ishlab chiqarmaymiz degan mulohaza bilan yangi bir savxoz tashkil etishga qaror qilgan.
Allohning ortiqcha baytlarini sotib olish uchun tashkilotlaridan joylarga vakil jo'natgan edi. Bu tomonlardan biya sotib olish esa kichik leytenant Egamberdi Xudoyberdiyevga topshirilgan edi. Uning esa dilida boshqa bir pinhoniy istagi ham bor edi. Ana o'sha tog'dagi soy bo'yida joylashgan qishloqda istiqomat qiladigan muallimning ko'p yaxshi, chopqir, chiroyli oti bor-da. Shuni o'zimniki qilishning iloji yo'qmikan? U o'ylanib ilojini topdi. Bir necha biyaning narxini bichib rayonga jo'natgandan keyin tumshuqda bitta cho'ponning soppa-sog' baytalini turgan holda uning minib yurguvchi otini aldab-suldab qaytarib do'q urib sotib oldi va nega biya olmading deb so'rasa, biyasi yo'q ekan, otini bera qoldi. Buni almashtirish mumkin-ku deymanda deb o'yladi. U bilardiki, qishloq qorovuli cho'ponga qo'shni qishloqda esa Inot muallimdan bo'lak kishi yo'q hisobi. Aholisi bo'z yerlarga ko'chib ketgan. Demak, bu xabarni qorovul chol Inotga yetkazadi. Inot peshayvonli uyi oldidagi bedapoyada yong'ochqa o'rardi. Quyosh kun botarga egilib, kun chiqardagi adirlar bag'rini yoritar, soyaning ham u yer bu yeri yiltirar edi. Nari sohildan to'riq ot mingan shapkali pagoni bor kishi pastlay boshladi. Suvni kechib o'tib, bu sohilga chiqib keldi. Inot unga bir qaradi-da, ishidan qolmadi. Egamberdi pakana jidalarni oralab, bedapaya ardog'ida paydo bo'ldi. "O, salomatmi? Qani bu mehmon keldimi demaysiz?" dedi. Inot qaddini ko'tarib turdi. O'rog'ini o'rik tanasiga qattiq sanchib, "Keling" dedi do'rillab. Egamberdi to'riqni jaydal haydab o'rik ostiga keldi. Egardan sakrab tushib, tizginadan tutgancha chorbog' egasi tomon yo'rg'iladi. Inot u bilan xomush ko'rishdi. "Qani bu, maza yo'qmi?" dedi. Egamberdi kulib va tizginani o'rik cho'qmog'iga bog'ladi. O'rib qo'yilgan o'tdan bir qo'ltiq olib ot oldiga tashladi. Kaftlarini bir-biriga urib qoqqancha Inotga kulimsirab boqdi. "Bilaman, nimadan xafasiz" dedi. So'ng chuqur xo'rsindi. Endi Inot boy, bu ko'pga kelgan to'y. "Jo'ra, biz oddiy ijrochi. Shuning uchun bizdan xafa bo'lmaysiz endi." "Yo'q, nega sizdan xafa bo'laman" deb to'ng'illadi Inot va uyi tomonga burildi. Ayvonga yetib, ichkaridan ko'rpacha olib chiqdi. Sholchaga yozib tashlab, "O'tiring, chalob ichasizmi?" dedi. "Chalobmi? Chalobdan ham chakki ma'qul" dedi militsioner ko'rpachaga cho'kkalab. Inot dasturxon chiqarib to'shadi. Ustiga ilig'lik qo'y qornidan qilingan tulum og'zini ochib, kosaga yog'och qoshiq bilan suzma olib sola boshladi. "Bu Inot jo'ra, qachon uylanasan endi?" O'zini unga yaqin ko'rsatish uchun sensellab so'radi Egamberdi. "O'lmasak uylanamizda bir kuni", dedi Inot. Kosani keltirib dasturxonga qo'ydi. Qorovulning xotini yer tandirda pishirib yuborgan uy nonini 4 bo'lakka bo'lib mehmonning oldiga tizdi. "Oling, dasturxonga qarang. Qani o'zlaridan bo'lsin qani. Olavering, qornim to'q. Lekin Egamberdi bekor kelibsiz bu yerga. Men baribir otimni bermayman. U menga juda qadrdon bo'lib qolgan." Egamberdi suzmaga bulab olgan nonini og'ziga solib, duduqlanganicha biddillay ketdi. Bilaman, jo'rajon. Sizlarga ot, suv va havoday zarur. Lekin iloji qancha? Lekin menga bermasang, boshqasi kelib olib ketadi. Shunday emasmi? Masalaning boshqa jihati ham bor. Mendan Inotning oti qani deb so'rashsa, nima deb javob beraman?
To'g'risini aytaman-da. Shuni talab qilishadi. To'g'ri so'z aytganda jazo ham kamaytiriladi. Unda Jo'rajon o'zingga qiyin bo'ladi. Qarorni bajarishdan bosh tortgan deyishadi seni. Bu yomon gap bilsang. Inot boshini quyi solib ancha vaqt jim o'tirdi. Nihoyat, shundaymi dedi. Ha, albatta dedi Egamberdi. Inot yana jim qoldi. So'ng mehmonga manglayi ostidan qaradi. Bilishimcha sizlar kelishuvchilikka ham ko'nasizlar dedi. Qanday? Osmoqchiladi Egamberdi. Shu Jo'ra deyapsiz meni, rahmat bunga. Egamberdi, menda bir sog'in sigir bor. Shuni ola keting o'zingizga. Lekin shu ot qolsin menda, ha? Egamberdi chaynayotgan nonini yutmay, bir sigirli bo'laman-ku deb o'yladi va govmish sigirga egalik qilish hissi uning qora bayirga bo'lgan ishqini susaytirdi. Shundan keyin u jiddiy tus oldi. Bu poraxo'rlik-ku, davlatni aldash-ku. Bilaman, dedi muallim nochorlik bilan. Bilaman, lekin sizning ko'nglingizni olay deyman-da, bu sizga bog'liq-ku. Mayli, men 3-4 yilgacha otni rayonga yo'naltirmayman. Tog'ga tanishlarimning qo'liga berib qo'yaman. O'sha yoqda tursa ham ko'nglim to'q. Egamberdi manglayini changalladi. Hozir sigirni ustiga 15 qo'y ber desam ham beradi, deb ko'nglidan o'tkazdi. Xo'p, lekin oting yoningda qoladi deb va'da bera olmayman. Bironta katta payqab qolsa o'zing javob berasan dedi. Egamberdi kasasini yalab turdi. Men anavi qirning ortidagi Eshmat podachining uyida bo'laman. Qosh qoraygandan keyin sigirni yetaklab o't. Cholga berib qo'ysang, o'zi podasining ichida boqib yuraveradi. Lekin shu gap shu yerda qolsin dedi. So'ng tahdid bilan davom etdi. Birovdan shu gapni eshitsam, Inotboy bilib qo'y, ayib o'zingga tushadi. O'rginning odamini yo'ldan urmoqchi bo'lgan deyishadi seni. Men uni sinagan edim. Qancha shaxsiy moli borligini bilmoqchi bo'lgan edim deyman, menga ishonishadi. To'g'ri gapingiz, dedi Inot. Egamberdi ketgandan keyin qora bayirga egalik qilish istagi unga yana tinchlik bermadi. Hafta o'tkazib, xafaqon bir kayfiyatda targ'in to'rig'ini yo'rtillatib, Inotning chorbog'ida paydo bo'ldi. Bu ishimiz o'tmadi, Jo'ra dedi u Inotga. Senda ot borligini rayonning 7 yasharidan 70 yasharigacha bilarkan. O'lgan desam ham ishonishmadi. Yashirgan topib keling. Bo'lmasa ishga sovuqqonlik bilan qaragan deb o'zingizni javobgarlikka tortamiz deyishdi menga kelib. Yana bir marta yo'q deb yuboring, dedi Inot. 10 bosh qo'yim bor, shu ham sizniki. Otni bersam kunim qattiq bo'ladi, Egamberdi. Otamdan yodgorlik, yigitning oti bo'lishi kerak der edilar. Shu ot mening og'ir kunimga yaraydi. Egamberdi yana manglayini ushladi. Qo'ylarni o'ziniki qilganidan keyin ham yana ot xumoriga tushib kelishini his etdi va yo'q endi Jo'rajon, dedi, shu sigiringni olganimdan beri ko'nglim qora. Xohlasang borib podachidan qaytarib ol. Shundaymi? Ha, dedi Egamberdi va ko'ngliga g'ashlik tushib, uning nima qilishini kutdi. Inot yirik gavdasini og'ir burib uyi orqasiga o'tib ketdi. Archazor yon bag'ridagi qo'riqda boylanib turgan qora bayirni yetaklab keldi. Uni o'rik ostida qaqqaygan Egamberdi yoniga to'xtatib, qashqali peshonasidan o'pdi-da, bedapoyaning o'rtasiga olib borib, tizgini uchini tikanga bog'ladi. Uyga qaytdi. Egamberdiga Inotning harakatlari juda sirli ko'rinib, ko'ngliga vahima tushdi. Nima qilmoqchi o'zi u, deb orqasidan qarab qoldi. Ko'mko'k yo'ng'ichqa zorda suvsardek yaltirab, odatdagi otlarnikidan yo'g'on bo'ynini gajak qilib, odatdagi arg'umoqlarnikidan keng
o'mrovlarini kerib va odatdagi chopqir otlarnikidan ingichka oyoqlarini yerga qattiq urib turgan Qorabayirga qaradi. Uning ko'zlariga ko'zi tushib eti jimirlab ketdi. Ot xuddi dahshatli bir xavfni sezgandek o'ylanib, egasi kirib ketgan uyga qarar, hayratda qotgan antiqa haykalga o'xshar edi. Yopiray, dedi Egamberdi va xona eshigida Inotning qorasini ko'rdi. Ot birdan titroq tovushida kishnab yubordi. Shunda uy eshigidan otilgan miltiqning tutuni cho'zilib chiqdi. Arg'umoq balandga sapchishi, hamon o'q ovozi eshitiladi. Nihoyat eshikdan qo'lida miltiq tutgan Inot chiqdi. Qorabayir yonboshlab yotib, oyoqlarini silkir, qisqa kishnar edi. Egamberdi o'q uning peshonasiga tekkanini, qon u yerdan tirqirab chiqayotganini ko'rdi-yu, ham dahshat, ham achinish bilan ko'zlarini yumdi. Inot miltiqni sholchaga tashlab suppa labiga o'tirdi. Buning avzoyi buzuq deb ko'nglidan kechirdi. Egamberdi Xudoyberdiyev va miltiqqa nazar tashladi. Bir tig'li. U o'q chiqarib joylaguncha ancha yerga borib olaman deb o'yladi. Yigitning karaxt gavdasiga bir qarab olib, to'rg'ini yechdi. O'zini egar ustiga olishi bilan bu manzaradan yuragi yorilgudek bo'lib turgan ot uni olib qochayotgandek yugura ketdi. Meni qamashadimi? Loqayd o'yladi Inot otliq orqasidan qarab va bu o'yi kor qilmay ustunga suyandi. Qorabayir xirillar, hamon ingichka oyoqlarini silkir, issiq qon hidi atrofga yoyilgan edi. Ot jimib qolgandan keyin Inot uning boshiga bordi va birdan uning bo'ynidan quchoqlab ko'zlarini yumdi. Ot badani sovidi. Inot o'rnidan turdi. Qarshisidagi archali tog'lar ham, chorbog'i, daraxtlari ham, anavi soyu olisda oqarib turgan maktabi ham ma'nosini yo'qotgan. Yigitning ko'zlari loqayd boqardi. U tag'in ot boshida cho'nqaydi-yu, qishloq yoqasidagi qabristonning oq yalovli tog' uchidagi qo'chqor shoxini ko'rdi. Beixtiyor ot tizgini bilan uning oyoqlarini kulliklab bilagiga soldi. Yonboshiga yig'ilgudek miyishib sudiray boshladi. Qabristonga yetib, jigarlari go'ri yoniga otni qoldirib qaytdi. Ketmon olib borib yorma-go'r qazdi va Qorabayirni tushirib ko'mdi. So'ng kechgacha shu yerda o'tirdi. Otasi va bola chaqasining ham ruhiga tilovat qilgan bo'ldi. Keyin uyiga qaytib eshiklarini qulfladi-da, soyga tushib bordi. Uning yoqasi bilan yurib, qosh qorayganda suv oqib chiqayotgan bog' betiga yetdi. O'tirdi. Oy chiqib, olisda qolgan qishlog'ini-yu tepadagi maktabini ravshan yoritdi. Shunda Inot bosh olib ketib, qayerda ham yashashi mumkinligi haqida o'ylab qoldi. Inot bir necha oydan keyin Egamberdining o'shandagi niyati nima ekanligini payqadi. Lekin bu vaqtda uning ko'nglida qolgan ikki sevgilisi, qishlog'i-yu maktabi yana tomir otib ulgurgan edi.